Barselona qanday qilib dunyoning eng boy klubidan 1 milliard yevro qarzga botgan jamoaga aylandi? Bunga asosiy sabab transfer bozoridagi 600 million yevrolik ahmoqlik. Bugun Barsa tarixidagi eng omadsiz 5 ta transferni ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Miralem Pjanic. Uni 60 million yevroga shunchaki buxgalteriya hisobotlarini to'g'irlash uchun sotib olishgan. Natijasicha 30 ta o'yin, 0 ta gol va 0 ta assist. Oxirida klub uni oyligidan qutulish uchun tekinga qo'yib yubordi. 60 million esa shunchaki havoga uchdi. 4-o'rin Zlatan. Barsa uni 70 million yevroga sotib oldi. Lekin Gvardiola uni ishlata olmadi. Zlatanning mashhur gapi: "Siz Ferrari sotib oldingiz, lekin uni Fiat kabi haydayapsiz." Bir mavsumdan keyin u Pepni qo'rqoq deb haqorat qilib jamoadan ketdi. 3-o'rinda Antoine Griezmann. 120 million yevro. U kelishdan oldin La Decision filmi bilan hamma muxlislarni asabiylashtirib bo'lgan edi. Maydonda esa u doim Messining zonasida yugurib yurdi. Oxiri uni 20 millionga qaytarib sotishdi. 100 million yevrolik minus. Ikkinchi o'rin Usmon Dembele. 145 million yevro. U 6 yil ichida 102 ta o'yinni jarohat tufayli o'tkazib yubordi. Sababi tun bo'yi video o'yinlar o'ynab, mashg'ulotlarga uxlab qolardi. Klub hatto unga telefonini o'chirmaslikni buyurgan edi. Oxiri u PSJga arzimagan 50 millionga ketdi. Va nihoyat birinchi o'rin Philippe Coutinho. Barsa tarixidagi eng qimmat transfer. 160 million yevro. Eng qizig'i, u Bavariyaga jariga berilganda Chempionlar Ligasida Barselona darvozasiga 2 ta gol urib, 8-2 hisobdagi sharmandalikni yakunlab bergan. Mana shu transferlar tufayli klub Messini ham saqlab qola olmadi. Sizningcha bu 5 talikdan yana kimlar o'rin olishi kerak edi? Arda Turanmi yoki Gomes? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng so'nggi sport yangiliklarini birinchilardan bo'lib o'qish uchun BV Sport Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying.